Azizlarim, hammaga xayrli kunlar. Rossiyada, Moskva, Podmoskovye qishlog'ida o'rmonlarning ichidan sizlarga alangalik salomlar. Va bugungi videomiz juda ham eksklyuziv bo'ladi. Nimaga deysizmi? Chunki sizlarga O'zbekistonda eng omadli elitniy direktor Kamolaxon sizlarning og'riqli nuqtalaringizga javob berishga harakat qiladilar. O'sha yosh farzandlari bo'lishiga qaramasdan, hamma imkoniyatlar bo'lishiga qaramasdan offlaynda ishlab, elitniy direktor bo'lgan direktorimiz hisoblanadilar. Kamolaxon juda ham ko'pchilik liderlarimiz bo'ldi, Umid opa biznes qilaman deyshadi. Keyin boshlashadi. Lekin qarangki, 3 ta katalog o'tsa ham, 5 ta katalog o'tsa ham bir xil foizda turaverishadi. Bunga sabab nima? Nimalarga ko'proq e'tibor berishlik kerak deb o'ylaysiz? Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu Umid opamni shunaqa go'zal, chiroyli komandasi. Ismim Kamola Sagatova, Faberlik kompaniyasida yopilgan elita, ochilgan milliy hamkor hisoblanaman. Inshaalloh Xudo xolisa, Alloh umr bersa, shu yilda yakunlayman va inshaalloh assambleyada katta unvonlarda yurtimiz bayroqlarini ko'tarib chiqish nasib qilsin hammamizga. Umid opa, endi bu sizning shunaqa chiroyli savolingizga mana shu qizlarimizda bitta narsa, qizlarjonlar. Betda hech qanday, men o'z hayotim davomida nimani anglaganman. Hozir betga kelib ham nimani angladim. Siz bilmayotgan, men bilmayotgan hech narsa yo'q, hech qachon. Hamma narsani bilasiz. Hamma narsani bilasizlar. Shunaqa umniy, voy ana bu unaqa ekan, mana undayda, shuning uchun ko'tarildi, yo Kamol opamni shunaqa turmush o'rtog'i oldida turib beryapti yoki Umid opamga kimdir podдержка qilyapti, shunaqa deb sizlar faqat bahona izlab yuribsizlar. Bahona izlab yuribsizlar. Hayotda faqat nima bo'ladi? Maqsad bo'ladi va harakat bo'ladi. Maqsad, tasavvur qiling, mana bitta oyog'ingiz ochig'i, mana shunday bosasiz bitta oyoqni, maqsad. Mana bu harakat. Maqsad yurmayapti, qarang, oyog'imiz yurmayapti. Ya'ni harakat bo'lmasa, maqsad yurmaydi. Orzu, maqsad yurmaydi. Shuning uchun o'zi dunyo miqyosida ham maqsadi yo'q, orzusi yo'q odam живой hisoblanmaydi. Hayotga, dunyoga keldikmi, bo'ldi. Bizda qanaqadir maqsad bo'lishi kerak. Men komandamga va Umid opamning komandalariga shunaqa tilagim borki, bugunoq maqsad qo'ying. Hayotda nima bo'lsa ham, melichmi, kimdirga yaxshilikmi, o'zingizga yaxshilikmi, pul topishmi, nima bo'lsa ham mayli, sizga adrenalin berayotgan maqsad bersin, ana shu maqsad sizni harakatga keltiradi. Mana shu ikkita prinsip eslaringizda qolmasin hamma vaqtda. Siz nimani boshlasam to'g'ri bo'ladi, nimani qilsam noto'g'ri bo'ladi, yoki bo'lmasa shuni qilsammikin, qilmasammikin deb o'ylab ko'rib, mana shu yerga borsam kuyaman yoki mana shu narsani ushlasam kuyaman yoki telefonga shunday qarab o'zimni ko'rsam voy, menga odamlar baho beradi yoki kimdir menga qanaqadir narsa aytadi degan narsani hamma narsani ong ostini tozalab tashlanglar. Sizlar kuchlisizlar, zo'rsizlar. Sizlar zo'r bo'lganliklaring uchun Alloh sizlarga yashashni lozim ko'rgan. Shunday. Endi o'xshamayotganlar uchun Umid opa qanday? Agar masalan bironta komandangizda o'xshamayaptimi, значит vaqt emas. O'shani vaqt emas, rizqni sizga Alloh beradi. O'sha yerda hozir siz rizqingiz qo'shilayotgani yo'q. Lekin siz mukofot olishingiz uchun harakatdan to'xtamasangiz, 1 yil o'tadi, 2 yil o'tadi. Shunaqa jamoalar bor, 10 yildan keyin ham sizga bir xavuch qilib mukofoti bo'lishi mumkin Allohdan. Shuning uchun hech qachon taslim bo'lmanglar. Taslim bo'lish kerak emas. Tasavvur qiling, Faberlik sizda og'ir nuqtangiz, mana xuddi kasallikdek narsa. O'shani yengishimiz uchun, unga davo topishimiz uchun yoki bo'lmasa davolashimiz uchun biz kurashishimiz kerak. Hayot shunday narsa. Biz kurashishimiz kerak. Kurashish uchun odamda maqsad bo'lishi kerak va harakat bo'lishi kerak. Aynan nima harakat qilasiz? Mana hozir balki qadam tashlashmayotgandirki, anaqa bo'lmayotgandir. Har kuni ishlamasdan ya'ni hozir menga vaqt emas ekan deb ketib qolishligi ham mumkin. Shunaqa ham tushunib qolishadi-da. Aniq harakatlarmi sizda natijaga olib chiqqan nima ko'proq bo'ldi? Hamma harakat planirovka bilan sistemaga tushirgan holatda, hammada sistema. Endi bunday olib qaraganda Umid opa, sen tushunishimiz kerak. Davlat ishida ham mana siz ham ishlagansiz, men ham ishlaganman. Qanaqadir ish rejasi bo'ladi. Yoki bizga kimdir aytadi, shu yerda 8 soat ishlab berasan, senga shu pul to'lanadi deyiladi. To'g'rimi? Xuddi bu ham shunday narsa. O'ynab kelganingiz uchun sizga hech kim pul bermaydi. O'qituvchilar o'qituvchilik qilgani uchun pul beradi. Bog'chapalar nervini ketkazib bolaga qaragani uchun pul beradi. Faberlik kompaniyasini reklama qilib, jamoa bilan harakat qilib, kimlarnidir hayotini o'zgartirib, kompaniyaga tovar оборот qilganimiz uchun beradi. Ochig'i. Xuddi shunday narsa. Mana shu tovar oborotga
hissa qo'shsa bo'ldi. Eng oddiy javob, to'g'rimi? Shunday tovar-оборотga hissa qo'shsangiz bo'ldi, mukofoti zo'r bo'ladi. Bu hayot ochig'i. Shunaqa qisqaki, siz tasavvur qila olmaysiz. Har kuni siz tursangiz ham yugurib ketyapti-da. Siz tursangiz ham yugurib ketyapti. Uni to'xtatib bo'lmaydi, uni hech qachon. Gapirmang. Ochig'i, u umrimiz mana. Masalan, men hozir 40 ga chiqdim, 30 yoshlikka havas qilib turishim mumkin. Masalan, voy, men 30 yoshda, 20 yoshda nima bo'lsam bo'ladi deb, o'shanaqa bo'lsam zo'r bo'lardi. Hozir men 40 ga chiqdim, undayman yoki men kasalman, boshqansaman. Mana bu yerga kelinglar, 75-85 yoshdagilar, уже вообще ularni ko'rib men уже yanada ishtiyoqim o'sdi bu yerda. Ko'tarilib, masalan, xudo xolasa, shunaqa natijalarga chiqaman. Mana shunaqa katta unvonda ham Faberlik kompaniyasi bilan hamkorlik qilib, mana shunaqa chiroyli joylarga sayohatga boramiz. Xudo xolasa, birgalikda. Inshaalloh, hammalaringga omad tilayman. Hammalaring sog' salomat bo'linglar. O'zlaringni yaxshi ko'ringlar. Hayotga bir marta kelamiz. Alloh mukofotini bu dunyoda ham, u dunyoda ham qilish uchun chestno, halol ishlaylik hamma joyda. Mehnatimiz vijdonan halol bo'lsin. Ya'ni qilayotgan ishimizni birovni aldatmas, Umid opamni aldatmas. Umid opa bugun 3 ta odamga telefon qildim, 10 ta odamga telefon qildim, prezentatsiya o'tdim deb aldatmas. Shu aldadingizmi, o'zingiz aldagan bo'lasiz. Albatta. Mayli, guvoh yo'q aldashingizga, lekin Alloh hamma uchun guvohlik qiladi. Shuning uchun o'zlaringga chestniy bo'linglar, harakat qilinglar. Harakatni qayerdan qilishidan qat'iy nazar. Ishimiz nima? Prezentatsiya. Oddiy prezentatsiya, ya'ni ma'lumot tarqatish. Shuni demak, siz har kuni o'sha offlaynga borib, har kuni prezentatsiya, reja bo'yicha. 2 yil bo'ldi onlaynga ham o'tganmiz. Xudo xolasa natijalarimiz yaxshi bo'ladi. 2 yildan beri onlayn, offlayn, polni prezentatsiya. Prezentatsiyani to'xtatmaymiz. O'sha prezentatsiyadan o'tgan, bizni tanlagan hamkorlarni yuzimiz yorug' bo'lishi uchun o'zimiz bilgan narsani o'rgatamiz. Osmondan emas. Osmondan olib bir nimani kashf qilishlaring, biror narsa qilishlaring shart emas. Oddiy nimanidir oddiy qabul qilsangiz, sizga oddiy bo'ladi. Qo'rqinchli qabul qilsangiz, qo'rqinchli bo'ladi. Shuning uchun hamma narsaga oddiy qaranglar. Hamma vaqt oddiy qaranglar. Bitta narsani bilishlaring kerak, ustozlaring bilgan, mana men bilganman. Bu narsani jiddiy qabul qilsangiz, jiddiy pul beradi. Kompaniyada jiddiy pul bor. Inshaalloh men sizlarga shunaqa narsani tilab qolaman. Umid opamni va butun O'zbekiston faberlikchilariga, butun yer yuzidagi faberlikchilarga shuni tilab qolamanki, shunaqa inshaalloh daromadlaring, pullaring ko'p bo'lsinki, hamma narsaga pullaring yetsin. Ehsonga ham, o'zlaringga qarashga ham, yaxshiliklarga ham, boshqa narsaga ham, даже kun bir oy, bir yil pullaringni ishlatishga yetmay qolsin. Inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar har doim sog' bo'ling. Hech ham kasal bo'lmang. Aytganingiz kelsin. Umringiz uzoq bo'lsin, farzandlaringiz rohatini ko'ring va komandalarimiz bilan birgalikda shunaqa sayohatlarda mazza qilib yurishga Allohim nasib qilsin. Demak, bugungi bular tushuntirgan narsadan eng asosiy kaliti har bitta harakatni takror va yana takror qilishdi. Ishlaringizga Allohim rivojlik bo'lsin. Demak, bilgan bilimimizni takror reja bilan qilsak, o'ylagan manzilingizga tezroq yetib borasiz, xudo xolasa. Rahmat sizga ham. Qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun. Sog' bo'linglar, yurakchalar. Yurakchalar.